Sağ bo'linglar. Endi mana qo'shiqlar bor, qo'shiqlar ko'p, qo'shiqchilar ham ko'p, lekin qo'shiqlarning ichida ham eshitadigan qo'shiqlar bor, o'chirib qo'yadiganlari bor. Ustoz san'atkor Sherali aka Jo'rayev birinchi muhabbatim qo'shig'ini aytganiga 48 yil bo'libdi. Tunukni o'zlaridan so'rab. Nima uchun shu birinchi muhabbatim qo'shig'ini salkam rahmat, katta qiz bo'linglar, rahmat. Salkam 50 yil bo'lgan bo'lsa ham xalqimiz, tomoshabin muxlislar eshityapti. Chunki uni so'zlarini O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Oripov maromiga yetkazib yozganlar. Ustoz san'atkor Sherali aka Jo'rayev buni maromiga yetkazib ijro qilganlar. Musiqasi ham joyida. Bunday qo'shiqlarni umr boqiy qo'shiqlar der ekan. Bizdan keyingi avlodlar ham hali bu qo'shiqlarni eshitar ekan. Umr boqiy qo'shiqlar der ekan. Qarang, hozir shunday qo'shiqlar bor. Tug'iladi-yu o'ladi. Shunday qo'shiqlar bor, o'lik tug'iladi. Bir marta eshitishga ham yaramaydi. O'zi qo'shiqda eng asosiy narsa nima? Birinchi navbatda so'z, keyin ovoz, keyin musiqa. Hozir teskarisi. Birinchi o'rinda klip, ikkinchi o'rinda muzika, uchinchi o'rinda ovoz, she'r yo'q. O'zi yozib olgan. Biz yashab turgan dunyoda yana bir dunyo bor. Bu she'riyat dunyosidir degan ekan. Qo'shiq eshitganingiz albatta so'ziga e'tibor berish kerakdir. To'g'rimi? Ba'zi qo'shiqlarni eshitsangiz hayron qolasiz. Qarang, haligi Mango degan guruh bor. Yoshlarimiz yaxshi ko'radigan guruh. Ana shularni qarang. Seni dadang rais olib keladi mayiz. Olib kelmasa mayiz, nupakadi zayiz deydi. Men o'sha qo'shiqni she'rini yozgan shoirni topdim. 3 yashar bola ekan. Do'mbitayda o'ynab yurgan ekan. Sen yozaymi she'rni desam, men yozishni bilmayman aka, aytib turdim, o'zlari yozib oldi dedi. Kechirasizlar, G'ulom akani uy qaytdi desam, ashula bo'lyapti-da hozir. Eshitdinglarmi o'sha ashulani? Kechirasizlar, G'ulom akani uy qaytdi, yakka saroyda, bojalar Buxoroda o'sha kuni, Minusani o'sha kuni tug'ilgan kuni. Yoki o'zgaradimi to'y kuni vaqtida hal qilish kerak buni. Meni mahallam limanariya. Keling mehmonga buyuk Ipak yo'li metrosidan sal nariya. Men u qo'shiqni she'rini topolmadim. Chunki she'r emas ekan, u bittasini uyini hujjati ekan u. Hali kadastr beradi-ku hokimiyatdan. Uy qayerda joylashganligi haqida. Shunaqa qog'oz ekan u. Bojalar bitta duet aytibdi, bojalar guruhi. So'zini zo'rg'a yodlab oldim, sizlarga aytib beraman deb. Ashulani qarang. Yana keldim izlab jonim, nega daraging yo'q. Bizlab borsam jonim, dema keraging yo'q. Bu eng ma'noli joyi. Yo'q dema Tailand qizi, yo'q dema Zebo xolamning qiziga o'xsharkansan, yo'q dema kimonosi bor, butsilari bor, suzishni bilmasa ham shortilari bor. Baxtiyor aka dadalari taksi haydar, tog'alari dehqonchilik qilishadi, uyda ota bobolari noyobganda mening oyim. Tailand qizga yetolmayim mening toyim, uka toyim, qo'chqarvoyim, butsilari bor, fermalari bor, kaptarlari bor, hisob kitob qiladigan daftarlari bor. Endi bu qo'shiqmi, she'rmi bilmadimmi, gap ham emas-da bu. Gapda ham sal egizim bo'ladi-da gapda ham. Mana qo'shiqchilikda o'xshatish degan narsa bor. Masalan, ayollarning qoshini qaldirg'ochiga, ko'zini oxiga o'xshatadi. Alisher Fayzovda Xorazmcha ashula aytibdi, konsertida eshitdim, hali uncha populyarni bo'ladi ashulasi. Ikkama o'xshatib tashlabdi, bilan o'xshatishgan. Bitta labni o'zini 4 xil mevaga o'xshatgan. Nima deydi? Ikki labi qo'sh gilas. Ustki labi ta'mi anjir. Lab o'rtasi uzum, voh, ostki labi olchadir deydi.
Tasavvur qiling, ikkita labi qo'sh gilos ekan. Tepasidan anjirni ta'mi kelar ekan. O'rtasidan uzumni ta'mi kelar ekan, pastki labidan olchani ta'mi kelar ekan. Men aytdim, tishini yuvmagan ekan o'sha qiz dedi. Aytdim, bu she'rni qayerdan oldingiz desam, aka hech kimga aytmang-ku deydi. Uydan chiqib ketyaptim studiyaga. She'rni oldim deb, xotin bozorga yozgan spiskani olib chiqib ketibman. Bu xotini yozda banka yopaman deb spiska qilib bergan ekan. Bordim, nima qilay endi? Pul to'langan aytib yaxshi ashula chiqdi deydi. G'alati ashular paydo. Uyda o'tirsam birov chaqiryapti. Avo! Avo! Kim ekan bemahalda deyman. Zvonokni ham bosmaydi. Chiqib qarasam hech kim yo'q. Kirib ketasan, "Vo'vas!" "Oh!" Sam xotinim, "Dadasi, sizni hech kim chaqirmayapti. Jasur Umirov ashula aytayapti. Men bu yoqqa qarang" deydi. Eshitdinglar, Jasur Umirov avaz degan ashula aytdi. "O, avaz. Jim yur avaz." Qizlarning ismini tugatib bizga o'tibdi endi. Chunki Jasur Umirov aytib bo'ldi, Oysha ham qolmadi, Maysha ham qolmadi. Jumagulni Oysarpay qo'shib aytib tashadi. Endi erkaklarga o'tibdi. Yaqinda Saypi degan ashula aytdi. Mayli bor, Saypini yoniga bor, ko'nglingni olib qo'ygan, bor o'sha daydiga bor. Ale, Bahodir Mo'minjon tashulasini eshitdinglarmi? Ashula qarang. O'sha kun men mas edim. Bahonada bu, bahona. Mas edim, uyda mas edim. Bormas edim, sog' bo'lsam, bu ishni qilmas edim. Keyin e'tibor berasizlar, mana erkak xonandalarimiz, ba'zi erkak xonandalarimiz aytayotgan qo'shiqlarni immuniteti past. Bo'sh ashulalar ko'payib ketdi. Erkak kishi shunaqa ashula aytadimi? Mana Bahrom Nazarov o'zimni do'stim, zo'r san'atkor. Ashulani qarang. Ayang edim izlaringdan, ayiri. Ayiri. Ne takdir ki ko'zlaringdan, ayiri. Ayiri. Men aytdim, bunaqa bo'shashadigan bo'lsang, boshqa narsangdan nima aylib qolasan? Erkak kishi shunaqa bo'sh ashula aytadimi? Mana o'sha qo'shiq ohangi qolsin, faqat so'zini o'zgartirish kerak. To'g'rimi? Ketmoqchi eding yo'llaringdan, ayiridim. Ayiridim. Uchmoqchi eding qanotingni, qayiridim. Battar bo'lgulim. Desa, erkak kishi shunaqa dadilroq bo'lish kerak-da. Undan keyin yana bitta ashula aytibdi, undan ham immuniteti past. Eshitdinglarmi? So'zini qarang. Sochlarimda qo'llarini izi qoldi. Voy, erkak kishining sochida ayol kishining qo'lini izi qoldi. Buni gapi bo'yicha ayol kishi sochini silaganda erkakning sochini. Aksincha bo'lish kerak emasmi? Ya almashib qoldimi hozir? Sochlarim, yog'i dahshat. Sochlarimda qo'llarini izi qoldi. Ko'zlarini aksi qoldi. Mendan o'tgan ayblar nima? Hayotimdan u jimgina chiqib ketdi, men bilmadim. Voy, sochini silab chiqib ketibdi, bilmabdi. Qanaqa bo'lgan endi? Dadajon, g'oji kelaman.
kirib turgan, sizga qaqqalar, lalalar olib kelaman, o'tirib turing. Qaytanga ayollarimiz dadil. Mana Mavluda Asolxo'jayevani qarang. Ayol kishi bo'lib turib aytayotgan ashurasini qarang. Seni sevaman deb aytishday o'zingdan. Necha oy u yildan beri o'pkim kelar yuzingdan. Voy seni sevaman deb ayta qolgin ko'zingdan. Sevdim deb aytmaguningcha yuraverman o'zingdan. Maka bitta o'pay, maka. Mavluda Asolxo'jayeva shunaqa deb turibdi. Bu yerda Dilshod Rahmonov chiqib olib, yar-yarning ovozi kelyapti. Sevganim kimgadir yor bo'lyapti. Kimga yor bo'layotganini bilmas ekan. O'tyapman, 30 dan o'tyapman. Men seni haliyam kutyapman. Yerga tekkan nimasini kutyapsan? Ajrashib kutyapsanmi? Bu yerda Hosil Rahimoni qarang endi. Hay haya, hay haya. Qandingni davringni qandingni ur, hay haya, hay haya, hay haya, hay. Burada gitar. Davringni qandingni ur, davringni sur, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya, hay haya. Bittasi sahroda o'tiryapti, erkak. Ashulani qarang. Sahrodaman sensiz, azobdaman sensiz, yuragim qiynoqda, tironningdan. Balabam sahroda. Qizni oldiga bor. Kalta ketsang sevib qolganmisan? Bo'sh bular, bo'sh. Mana erkak xonandalarimiz ichida ham bor. Mana Xurs Rasulov qarang. Dilorom ko'rmasam dilda yo'q orom. Ko'changdan intizor o'tganlarim bor. Qo'llaring izi bor deya har oqshom. Darvozang zulfini o'pganlarim bor. Qarang, ma'nosini qarang. Borsa qiz yo'q ekan, qo'li tekkan deb darvozani zulfini o'pib ketdi. Mana erkak. Yaxshi ham qiz yo'q ekan. Agar mana shu kayfiyatiga qiz yo'ldan chiqqanda bor-ku. Yeb qo'yardi qizni. Bu qiz ham bilganda tomga chiqib qolgan u. Bobomurod aka Hamdamov qarang, 80 ga kirdi o'sha odam. 80 yoshda aytayotgan ashurasini qarang. Uzoqdan bir pari kelar. Qarib qolgan, qo'lidan bittasi yetaklab olgan. Bu kim ekan? Qarib qolgan, ko'z o'tmayapti. Nu qiziqish bor-da. Emme yüzüge dirmule. Bu kim ekan, kim ekan? Nazar salsam mana yüzüge. Charos ko'zi kulib turgan kim ekan? Kim ekan? Uzoqdan kelayotgan qizga qiziqyapti. Ma'murga o'xshagan so'taylar yonidan o'tib ketsa qaramayapti.
hammasi ashulada immunitetni yo'qligidan. Yani ko'yni bo'lmasdan borib surishtiryapti. Kim ekan, u kim ekan? O'zi kim ekan, qayerli ekan, kim ekan? O'shaning uchun qo'shiq eshitganda mana so'ziga e'tibor berishga birinchi o'rinda. Haligi uzoq joyda endi xizmatdan kelyapmiz. Haligi Sobir Rahimovda Olmazor metro nima deydi? Ko'prik bor-ku. Vohadan kelgan mashinalar shu yerga kelib to'xtaydi. Shunda mashinaga chiqaman deb to'xtasam, "Avazaga qayerga borasiz?" debdi yigit. Yosh yigit. Aytdim, "Yunusobod kelsin. O'tiring aka, men borib qo'ying. O'tiring." Mashinasiga chiqib oldim. Kelyapmiz. Ashula qo'yib qo'yibdi endi. Haligi bir rizibchi ashula. Ashula ham vahima bir. Bet boy, bir narsa taqdim etadi, bir narsa dramasidan parcha. Aytdim, "Uka, to'ydan bosh olib kelay. Mana shu o'chirib qo'ying." Sen aka eshitib ko'ring, bu zo'r ashula dedi. Qani bolalar qanaqa ashula eshityapti ekan yoshlar. Qani qo'yingchi boshdan dedim. Ashula bor-ku, ashula emas u. Ujis. Yomon qo'rqinchli ashula ekan. Ashulaning nomi 15 ta kam 3. Sizlar eshitmaganmisizlar mabodo? U voqea ekan, qanaqadir voqea ekan. Men taksida borardim, bir payt yo'ldan bir qiz chiqdi, mashinaga o'tirdi. Haydang akajon, tezroq haydang akajon. Soat 15 ta kam 3 da, Ko'kcha mozorining oldida meni yaxshi ko'rgan yigitim kutyapti dedi. Yuragim o'ynashni boshladi. Nimaga bu mozorda oldida kutadi deyman? Shuncha park qurib qo'yibdi davlatimiz. Qizgina qo'lida qizil atirgur so'lib borar edi, ko'zlarida yosh edi. Tezroq haydang akajon, tezroq haydang. Soat 15 ta kam 3 da Ko'kcha mozorining oldida meni yaxshi ko'rgan yetim kutyapti dedi. Men qizga aytardim, shoshilmang, hali borasiz, ko'rishasiz, sevganingizga yetasiz. Yo'q, akajon, tezroq haydang iltimos. Soat 15 ta kam 3 dan kechikma degan. Bir payt soat 20 ta kam 3 bo'ldi. Men svetoforning qizil chirog'iga kelib to'xtadim. Qiz mashinadan tushib qoldi. Bir pasdan keyin qizni mashina urdi, u o'ldi. O'sha payt 15 ta kam 3 edi, u o'lgirdi. Keyin bilsam, bu qizni yaxshi ko'rgan yigiti bir oy oldin olamdan o'tgan ekan va bir kun oldin tushiga kirib, ertaga 15 ta kam 3 da Ko'kcha mozorining oldida ko'rishamiz degan ekan. Ana ashuladan keyin yurak o'rniga tushib qoldi. Yuragim qaq ketdi bilmayman. Amallab uyga kelib oldim yarim kechasi. Aksiga olib xotinam enasiga ketganda. Bu xotin degani hech kerak paytda bo'lmaydi. Bir o'zim mana shunday uyga kirdim, eshikni qulflarni hamma svetlarni yoqib tashladim. Yotoqxonani ham yoqdim, zalni ham yoqdim, detskini ham, koridorni ham hamma yoqni yop-yoriq qilib, shunday devordagi soatga qarasam 15 ta kam 3 bo'pti-da. Men shunday qildim. 10 minut turdim, o'zi ham qarayolmasdim. Peshonaga osib qo'ygan ekanman soatni ham. Ba'zan shunday qarasam, yana 15 ta kam 3da. Bu padaringga holat soat batareyasi tugab o'chib qolgan ekan shu. Soatni teskari to'ntarib, ertalabgacha uxlamay chiqdim. Qarang, o'sha shu. Albatta yoshlarimiz qo'shiq eshitayotganda e'tibor beraylik. Qo'shiq ma'naviyatimizga, ruhiyatimizga ta'sir qiladi. O'shaning uchun ma'noli qo'shiq bo'lsa inson maza qiladi. Mana ulug'imsan vatanim, qanaqa chiroyli qo'shiq, ha? Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Qanaqa go'zal qo'shiq. Ha? Yurtim har qarich yeri Ozodbek Nazarbek. Orimdan ulug', sevgan farzandlarimdan, yorimdan ulug'. Nada or, nada yor borimdan ulug', har jondan shu tuproqning bir gardi afzal. Kim uni ko'zga surtsa, mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha. Ha? Qarang, qanaqa ajoyib. Bu qo'shiqlar, mana shu qo'shiqlar yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi. Buyuk maqsadlar sari olg'a boshlaydi. Mana shunday qo'shiqlarimiz ko'paysin, yaxshi qo'shiqlar, yaxshi kuylar hamisha sizlarga hamroh bo'lsin. Samimiy kulgu sizlarga hamroh bo'lsin.
Qadra bo'lsa qo'llab-quvvatlaymiz yoshlarga. Endi zo'r joyga kelyapmiz, xudo xolisa. Men shu to'yga chiqishni boshlaganimga 15 yildan oshibdi, Xudoga shukr. Xalqimiz yaxshi kunlarda xizmatda yuribmiz. Oldin to'ylarda o'rta borardim. O'rta boradiganlarni mana Buxoro, Navoiy tomonlarida ja hurmat qilishadi. Rais deydi, rais. Xorazmda davrakash deydi. Bu Toshkentda vodiyda sal g'alatiroq o'rtakash deydi. Xuddi pastkashligiga o'xshab eshitiladi. Ana shunaqa to'ylarda pastkashlik, o'rtakash qiladi. To'ylarga borardik, bu paytda jonli ijro, живой bo'lardi hamma narsa. Bir bitta joyga to'yga bordik, bu bo'lgan voqea. Soat 7 da to'y boshlanishi kerak. Soat 7:30 bo'lyapti, kelin-kuyov yo'qda. 7:30 bo'lyapti. Kelin-kuyov kelmasa to'yni boshlay olmaysizda. Mana Samarqandda yana bitta ikkita joylarda bor. Kelin-kuyov kelmagan uchun to'yxonaga ham kirgizmaydi. Kirgizmaydi to'yxonaga. Men o'zim ko'rganman. -15 gradus sovuqda 700 ta odam ko'chada turganini ko'rganman. Shu dasturxondagi ovqatlarni yeb qo'ymasin, dasturxon huni yeb qolmasin deb kirgizmaydi. 700 ta odam turibdi ko'chada. Sovuq o'tib ketdi. Soat nechi bo'ldi? 8 bo'ldi derigalar. 6 ga kelib olganmiz. Endi bola chaqa bilan kelib olibmiz. Aylanmay qolgurlar. To'ydagi aylanaverasan deb qaytib yuribdi dedi. Sovuq. Bu payt bittasi chiday olmadi. Restoran xo'jayini oldiga borib, aka, sovuq o'tib ketdi, ichkari kirib o'tirib tursangiz maylimi? Hech narsa yemaymiz aka, o'tirib. Yo'q aka, mumkin emas. Iltimos, men kuyovning otasiman, o'tirib turing. Yo'q, mumkin emas deydi. Bir payt kelin-kuyov keldi. Keldimi, keldi. Hayda! To'ylar muborakdan tishtarakdan, yorindan tishtarakdan. Op, kelin-kuyov kirib o'tirguncha odamni duv etib karchor qilib tashlab berarsan. 7:30 bo'lyapti, kelin-kuyov yo'qda. To'yning egasini oldiga bordim, aka, kelin-kuyov kelib qolarmikin? 7:30 bo'libdi, bir xabar olsangiz, to'yni boshlayapmiz desam, kelin-kuyov o'sha yerda boshlayveringlar dedi. Qani kelin-kuyov? Sam, ana. Davrani to'rin ko'rsatadi, kelin-kuyov o'tiradigan joyda kuyov bilan kelinning portreti turibdi. Qo'rqib ketdim men, xotira to'yga kelib qoldingmi deyman. Bu nima gap aka, o'zi tinchlikmi? Desam, endi uka gap bundoq. Kelin-kuyov bir-biri bilan Rossiyada tanishib, turmush qurgan. Biz Xudo bilan kelishib bularni to'yini qilyapmiz bu yoqda. Ana portretda tajayib turgan o'g'lim bo'ladi kuyov. Yonida shalpayib turgan kelinim bo'ladi. Siz to'yni boshlavering. Ular o'zini to'yini telefonda tomosha qilib yotibdi bu yoqda onlayn. Kelin-kuyov yo'q, to'y bo'lyapti bu yoqda. To'yni boshlavordik, tabrikka chiqqanlar portretga qarab gapiryapti. Yoshlar baxtli bo'lsin. Kelajakda shirin shakar portret farzandli bo'lsin deydi. Bir payt to'yni tugatdik, endi ketamiz deb tursa, kuyovning onasi kelib, yor-yor aytinglar deydi-da. Nimani aytaylik? Siz yor-yor aytinglar, uka niyat qilganman deydi. Yo'q, kelinga qanday yor-yor aytamiz? Voy, uka niyat qilganman, aytaveringlar dedi. Payt hofizam boshladi endi. Hay-hay-ulan, jonulan ulanch qiz, yoray-ulanch qiz, va'dasida turmagan yolg'onch qiz, yoray-yolg'onch qiz desa, paranjim tagida ikkita portret olib chiqib ketib tashlab. Orqasidan poylab chiqsam, portretni olib chiqib borib, limuzin orqasiga qo'ydim mana shunaqa. Aytdim, limuzin ham zakaz qildinglarmi? Desam, abetda zakisdan bo'ldi-da deydi bittasi. Aytdim, zakisdan nima qildinglar desam, shu portretlarni olib parkda aylantirib chiqdik deydi. Xoladan so'radim. Xola, bu portretlarni nima qilasizlar endi desam, "Voy, nima qilamiz, bolam? Olib borib chimildiqqa tiqib qo'yamiz" deydi. Aytdim, eshik tagiga ikkita yangani portretini qo'yib qo'ylam deb qo'ygan. Hozir bolalar bor-ku, ba'zi bolalar uylangan kuni ketaveryapti Rossiyaga. Kelinni olib borib chimildiqqa tashlab, o'zi aeroportga ketyapti. Kelin hech narsadan xabari yo'q. Bu kelinga kuyovni bankda ishlaydi deb aytishgan. U kuyovni bankdan qarzi bo'lgan, kirib chiqib yurgan bo'lgan. Shu yangilar, ana ko'ryapsanmi, har kuni bankka kelyapti, bankda ishlaydi bu degan.
O'zi kredit to'layotgan bo'lgan u. Yo'q. Kelin chimilda o'tiribdi, kuyovni kutib. Kuyov aeroportda turibdi, samolyotda kutib. Yarim soat 40 minut, 1-2 soat o'tgandan keyin kelin sekin chiqibdi chimildiqdan. Qayerda qoldi bu, ha? Otini ham so'ramayapman-a? Sekin chiqib, qayerdasiz? Shikobning orqasiga qarab, "Hey! Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerdasiz?" Yo'q, kuyov samolyotda o'tiribdi. 1 kun, 3 kun, 1 oy. 3 oydan keyin kelin tomi ketib qolibdi. Hovlida yurganmish. Dugonalari bormisiz, omonmisiz? Dugonalari bormisiz, omonmisiz? Jam bo'lishib, siz ham mendek ergazarmisiz? Ergazarmisiz yare, bormisiz yare jon? Ha? Siz qaynana ham astag'firulloh. Kelin choy-poy ichib olasizmi kendisi? Ana yorim Maskovlarga ketdi. Yorim ko'rmaydi deb xirom etdi. Qulog'imga g'iybatlari yetdi. Sen kelguncha men ketaman. Qaynana ham, voy kelin. Uyga kirib oling. O'g'lingni top menga. Uyda nima bor? Men o'g'ling bilan gaplashay, keyin sen bilan gaplashaman. Mana shunaqa bo'lib qoldi hozir. Bu joyga to'yga bordik. Sunnat to'y bo'lyapti, to'y bola yo'q-da. To'yga asnodiga bordim, aka. To'y bola ko'rinmayapti-ya desam, shu yerda ana kursdoshlar bilan o'tiribdi deydi. Sunnat to'y bola birinchi kursda o'qir ekan. Tinchlikmi desam, endi Rossiyaga ketdik, qaytib kelsak bolalar ko'p qolibdi deydi. Birovlar uylab turavermasdi buni desam, meni o'qishni bitirsam uylab qo'yaman deydi. Yana bir borib kelaylik deydi. Qarang, to'ylarga boramiz. To'yda men pul tushirishim kerak. O'rtakashning vazifasida pul tushirish. Pul tushirish uchun pul tushadigan odamlarni olib chiqib o'ynatish kerak-da. Mana kuyov o'rtoqlar bilan kelinni o'rtoqlardan bir tip foyda yo'q. Ular qistirilgan pulni ham kelin kuyovni oldiga otadi. Doirachi gadaga o'xshab yuradi orqasidan. Kimga pul tushadi? Ota-onasini olib chiqib o'ynatsangiz zo'r pul tushadi. Ammo xolaga zo'r tushadi, ha? Mahalla oqsoqolni o'ynatsangiz zo'r pul tushadi. Agar kollektiv ishxona kelgan bo'lsa, o'shani xo'jayinni olib chiqib o'ynating. Hamma qistiradi. Ishxonadagilar qorovuldan tortib buxgaltergacha qistiradi. Qistirmay ko'rsin. Qistirmaganda ishlamasdi ham. Bu xo'jayin o'ynamasa ham bo'laveradi. Mana shunaqa qilib tursa bo'ladi. Bu joyda to'y o'tkazyapmiz endi. Katta to'y. Ishtaha bilan o'tiribmiz. Zo'r bo'ladi bugun deb o'tirdik. Ustoz san'atkor Sherali aka kelib qoldilar. Rosa zo'r pul olib ketamiz deb turdik. Sherali aka kelib 1 soat ashula aytdi. Yirik pul qolmadi to'yxonada. 50 so'mlik, 100 so'mlik, eng balati 2 so'mlik pul qoldi. Yirigini yiriklar olib ketdi. Orqasidan Ilhom Parmonov bilan Alisher Pays kelib, onaxonlar pulni shilib ketdi. Onajoning rozi qil, validangni rozi qil dedi. Hamma kampirlar pulni berib yubordi Ilhom Parmonov. Orqasidan Alisher Pays kelib, asali onam, shakari onam, qand onam. Xuddi pul so'rayotganga o'xshaydi ashulasi. Shakari onam, shirin onam, qand onam deydi. Onaxonlar yashirganni ham berib yubordi Alisherga. O'zbekistonda onaxonlarda pulini ishlaydigan 2 ta artist bor. Bittasi Ilhom Parmonov, ikkinchisi Alisher Pays. Mana shu ikkalasi shu paytgacha uy qildi, mashina qildi, magazin qildi. Hammasini kampirlarni pensiyasidan qildi. Bo'pti, endi qolgan qutlarni yig'ishtirib olamiz deb turdik. Dilshod Rahmonov degan artist bor, kichkinagina, bilasizlar-a? U yomon ekan u. U bitta terar ekan u.
Mikrofonni olarganda manna boyvachcha manna sultonman. Bundan pul olib narigisiga qarab g'arib bir onaga g'arib o'g'lonman. Bundan pul olib narigisiga qarab agar sen yer bo'lsang men undan haqsor. Desa u ham qo'rqib ketib qistirib aka, baqirmang. Aka, men oldimda baqirmang iltimos. Agar sen sher bo'lsang men ham arslonman. Desa bu ham berib bitta teryapti-da. Orachada cho'ntaklardan ham terib ketyapti bundan sonra. Aylanib bo'yniga termilar osmonga plastik deb yechib ketyapti qadar. Aylantirib lo'li boshda qazitdan oshpazlar ham qolmadi-da. O'sha to'yga lo'lilar kelgan ekan. Dilshod Rahmonov ko'rib og'zi ochilib qoldi. Ana lo'li. Originali. To'yxonadan chiqib ketayotdi, ikkita lo'li oyog'ini tagiga yotib oldi. Ustoz, bizga ham o'rgating, ketmang ustoz, o'rgating. Hech narsa qolmadi-da. Rupayz hofiz meni yoniga chaqirib, "Avazoxon, endi 23 ta bolaga qayerdan pul topib beraman, birortasini olib chiqib o'ynating" deydi. Aka, kim o'ynataman? Ota-ona tili osilib qolgan yotibda edi. Ammo xola qochib ketdi. Ay kallepni boshini qotib qoldi, o'tiribdilar. Kim o'ynataman desam, "Busi yo'q ekan, buni olib chiqmadingiz" deydi. Busi bor ekan, chiqolmas ekan, kasal ekan dedi. Sen o'shani olib chiqing deydi. Voy hofiz aka, bu kasal ekan, chiqolmas ekan, yarim ishlamay yotgan ekan. O'sha bu bir joyga ketish kerak ekan o'zi. O'shaning uchun to'y tezlatib yuborishibdi. Desam, buni olib chiqing deydi. To'y egasini oldiga borib, "Bujon bitta duo qilib bersinlar" desam, "Bu kasal chiqolmaydi. Bitta duo qilib bersalar bo'ldi" dedim. Desam, "Mayli, to'y degasi ko'ndi, endi buni olib chiqishyapti." Bu ham bor-ku. Bu da 1800 nechinchidir yil ekanda bu bor. Birinchi jahon urushini ham ko'rgan ekan bu. Olib chiqishyapti, aytaqa bu bor, aytaqa. Zo'r aytaqa. Yonida ikkita qizi sudrab chiqyapti, ikkala qizi ham kampir. Bu bor-ku endi 130 necha yoshda bu. Bu zo'rg'a ilashib turibdi bu dunyoga, zo'rg'a ilashib turibdi. Uni hofiz o'ynatmoqchi uni. Bugun ketib qolmasa bo'ldi deb turibman mana. Paytda stol qo'yib berdik, buga o'tirdi. "Marhamat bujon, gapiring" desam, bu ham "Mayam" derdi. "Ilohim, mana yoshlar mali bo'lsin. Meni yoshimga kirsin, eplasa. Men endi 1800-yili tug'ilganman, aniq esimda ham yo'q. Yoshim 100dan oshib ketdi. 100dan keyin pasport ham bermas ekan o'zi. Pensiyam ham 30 yil oldin to'xtatildi. Bu mahallada kattasi men bilan barobar 25 yil oldin o'lib ketdi. Mendan keyin hozir eng kattasi mahallada Rahima. U ham o'zimning katta qizim. Onaxon bor, dinozavrlar bilan barobar ekanda. Aytdi, "Onaxon dinozavrlarni ko'rganmisiz?" desam, "Ko'rganman bolam. Ular ham qirilib ketdi bolam." Shu dinozavrlar qanaqa yo'qib ketgan onaxon desam, "Endi bolam, ko'pchilik muzli davri deydi, bolani yebdi. Dinozavrlar yo'q bo'lib ketishining sababi erkak dinozavr xotiniga qarab bu yoqqa ket degan. Xotini yo'q degan. Ikkinchi marta yana bu yoqqa ket degan. Xotini yana yo'q degan. Oxirgi marta aytyapman, xotin bu yoqqa ket degan. Xotini yana yo'q degan.
O'shandan keyin dinozavrlar qirilib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun xotin kishi eri chaqirganda labbay deb javob berish kerak. Bo'lmasa odamzod ham qirilib ketadi bo'ladi. Deydi hofiza, marhamat bu jonimiz davraga taklif qilamiz. Ha bujon, ha! Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alamga yagrar dilxiroj. Ha bujon deydi. Bu yomzaki vibratsiyani berdi mashallah. Kuchi bor ekani. Shunday stuldan turdi-da, stolni pita tepib yubordi-da. Mashta qasdan olib o'ynab ketdi bu, mashta qasdan. Bu o'ynayapti deb butun to'yxona qistiryapti-da. Nariga to'yxonadagilar ham kelib qistiryapti. Voy, sastavni qursanligini ko'rsangiz, hofiz og'zi yopilmaydi. Hay ukajon, qo'rqmas Bahodir, ona duosi har nega qodir. G'ichchaychini ko'rsangiz. G'ichchaydan iskira chiqyapti, bormi? Doirachi hali qilib qo'ygan. Bu yomonga qasdan olib ket. Shunaqa pul tushyapti. Lekin xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmaydi. Oyning 15i yorug'. 15i qorong'i ekan azizlar. Boyagi bugun hunar chiqib qoldi. O'ynab qistirilgan pullarni to'plab paypoq qilyapti. Hali kampirlar paypoq bo'ladi, Mamatgacha kelib bu yoqni buklab qo'yishamiz. Chulki deydimi? Yomon ko'p pul sig'argan unga. Cho'zilargan-da u. Taxlab tiqyapti yana. Bu ketadigan odamga buncha pul nima kerak ekan? Hofiz ashula aytishga ham kelmay qoldi. Hay ukajon, qo'rqmas Bahodir, ona duosi har nega qodir. Xizmatida bo'lmayman hozir. Davralarda o'ynamasin ona. O'ynagan bilan foydasi yo'q ekan ona. G'ichchaychi va chalgisi ham kelmayapti. G'ichchaychi cho'pini ushlab olib, g'ichchaychi o'zini ish qilyapti. Doirachi doirani kallaga uryapti-da. Yaxshi ham o'yinchi bor. Hofiz ham o'yinchiga qarab, pulni ol, pulni ol. Tezroq boray, pulni ol. Deydi o'yinchi ham shunday o'rnidan turdi, bu yerda patlari ham bor. Bitta talpan chekib ketdi. Bir payt hofiz ham ashulani tugatdi. To'ylar ko'rib o'ynasin onam. Vaq deb tugatdi. O'yinchi o'rtada ikkita chulkini ko'tarib chiqdi mana shu. Voy kampirni paypoq-maypoqlar yechyapti. Kassani ochinglar dedi. Bitta chulki pulni shuna tashar, pap etib yopdik. Voy kampir o'ynab oyoq-oyoqqa kirib ketyapti. To'ydan keyin sanodik ikkita chulkidan 1,5 million pul chiqdi. Qarsiylarga rahmat. Rahmat. Konsert dasturimiz davom etadi. Shogirdimiz Diyorjon Faxriyev. Guldiroz Qarsiy bo'lsin. Opsiyatsiz yoshlarimiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat.
qarashing, chaypal urmasdan. Assalomu alaykum aziz kulgu ixlosmandlari, kulgu shinavandalari. 7 qadam bosib kelibsizlar, qadaminglarga hasanotlar. Yuzinglardan kulgu tabassum arimasin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmati kalom. Diyorjon, mana sen studentsan, senga bitta savol beraman mana. Zoologiyadan savol beraman. Yoshlarimizni sinab ko'rish kerak bilimini. Sudralib yuruvchi hayvonlardan 5 tasini nomini sana, jonivorlardan. Bo'ldi. Sudralib yuruvchilardan. Mana bunaqa yuradiganlar bor yerda. Ha, birinchisi ilon. Ilon. O'zim aytib qo'ydim, ilon. Yana 4 ta. 4 ta yana. Xo'sh, ilon, ilon dadasi, oyisi, akasi, ukasi. Mana 5 ta. Mahallasi nima deydi? Nima kayfiyati yo'q? Cho'ti kayfiyati yo'q san. Ustoz kechagi o'yinni ko'rdingizmi? Eslatma qo'yay. 3-2. Kechagi o'yin haqida fikringiz ozgina ustoz muxlislarga. Men bitta narsa aytaman-da, mana shu kecha o'yin bo'ldi-yu, mana shu boru, mana shu yomon. So'kinsam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi, o'zingiz bosib oling. Yo'q, bo'lmasa fikrim yo'q, men bunisiga ham. O'qishni bitirasan yaqinda, xudo xolasa. Qayerga o'qishga kirmoqchisan, xudo xolasa? Sampigami, Inhagami, Tvtugami, Tatugami, Tashmigami, G'ishmigami? Endi shu el qatori. Teatralligami? El qatori? APH kiraman. APH? Qayerda u APH? Bilmaysizmi? Yo'q, eshitmadim. Odamni puli yetgan joy APH. Hamma shu yerda o'qiyapti hozir, ha? Malades. Bitta yangi staj eshitaylik Diyorjondan, ha? Bo'ldi. Qarsanglar bilan olqishlab turasizlar. Xo'sh, bir buxorolik yigit, g'ijduvonlik, savdogar yigit. Shoshma. Qayerlik? G'ijduvon. G'ijduvon bo'lsa alohida to'xtalishimiz kerak. Xitoylik 100 ta tadbirkorni qozonga qor solib qaynatsa, 10 ta buxorolik tadbirkor paydo bo'lar ekan. 10 ta buxorolik tadbirkorni yana qaytadan qozonga solib qaynatsa, bitta g'ijduvonlik savdogar paydo bo'lar ekan. Shu g'ijduvonlik savdogar yigit haqida, G'ijduvonlik savdogar yigit uylanibdi. Uylangan kuni urush boshlanib, ertasiga urushga olib ketib qolishibdi. Urushga borgan, bir oychon xizmat qilgandan keyin komandir oldiga kelib, "Assalomu alaykum. O'rtoq komandir, yaxshimisiz?" "Alaykum. Nima gap?" "Komandir, yangi uylangan kuyovman. Shu 2 kunga ruxsat bersangiz, uyga borib kelay degandim." Komandir ham tushunadigan odam ekan, bundoq qarab, urushda-ya. "Mayli, ruxsat beraman. 2 ta nemis ushab kelgan, uyingga borib kelaver" debdi. Bo'ldi, komandir yerda turib turing debdi, 1 soatda 2 ta nemis ushab kelibdi. Uyga borib kelgan, yana 10-15 kun xizmat qilgandan keyin komandir oldiga kelib, "O'rtoq komandir, assalomu alaykum. Yana 2 kunga ruxsat bering." Bo'ldi, 2 ta nemis ushab kelgan, 2 kunga ruxsat berib yuboraman debdi. Borib 1 soatda yana 2 ta nemis ushab kelibdi. Uyga borib kelgan, yana 10-15 kun xizmat qilgandan keyin sekin komandir oldiga kelib, "O'rtoq komandir, assalomu alaykum. Yana uyga bormoqchimisan?" Bir ilojini qiling komandir." Bo'ldi. 10 ta nemis ushab kelgan, 1 oyga ruxsat berib yuboraman. Bo'ldi komandir hozir. To'xta debdi. Men ham sen bilan boraman. Qanaqa ishlayapsan ularni? Bo'ldi komandir debdi, to'g'ri nemislarni harbiy kazarmasiga qarab, "Genrix! Oy, Genrix!" desa bitta Genrix degani bor ekan. "Ya! O'nta nemisingdan 10ta bervor" desa 10ta nemis kelayotganmish. Hali komandir ham, "O, Genrixing kim u?" Genrixni meni jiram komandir. "Qanaqa jo'ray? U nemis bo'lsa, sen buxorolik bo'lsang qanaqa jo'ra?" Komandir, menga odam kerak bo'lsa u berib turadi, unga odam kerak bo'lsa men berib turaman taqa. Qarsanglar bo'lsin Diyorjon shogirdimiz. Rahmat. Sog' bo'l Diyorjon. Omad, rahmat.